ayron, go'ja va okroshka ichish kerak. Mana shunisini juda zo'r qilibsizlar. Doim shu harakatga qilaveradi deyiladi. Lekin endi go'ja bilan ayron mana kerakchilarni tayyor qilyapti. Конечно, kompot обязательно bularni zakaz qilishingiz kerak. Endi chitirishdan zakaz qilgandan keyin qanaqa qilib zakaz qilishni qaranglar. Yo'q, bu kartoshkali. Bu shunday hozir chitillatib yeymiz. Sog'indim lekin. Chitira-pitira somsasini. O'rtoqlar, как раз keldi. Mana bitim doim kech bo'ladi, mana shu polnik paytida bo'ladi. Bismillah. Eng sevimli narsam go'ja. Haligi tog'ni go'jasini yeyili keladi-yu, o'shani mazasini bosadi degan. Bismillah. Akroshkalari ham, ya'ni suxariklari ham tayyor. Suxariklardan solaman. Endi bismillah maza qilib yeymiz. Bunaqa alaman sovuqda, issiqda deganim. Mana shunaqa maza qilib yeyish kerak.